Assalomualaykum aziz kuzatuvchilar. Tikuvchilik seximizni avvalroq obzor etdik. Yangi bozor tumanida. Bilasiz, bir dona yo'limiz bor. Bolnisa o'tadigan yo'l. Hozir yaqinlashtirib ko'rsatamiz. Mana berimiz yangi bozor bolnisa o'tadigan yo'limiz. Shu yo'ldan kottejlikka qarab ichana girsangiz, o'ng tarafga qarab berimizda Xorazm barakat chevarlari degan avvaldan faoliyat olib borayotgan tikuvchilik seximiz bor. Hozirgi kunda 100 nafar yana ishchi o'rin ochildi bu yerda. Kim tikuvchilikni bilsa, malakasi bo'lsa, shu yerga taklif etamiz. Yangi ichandan ham bir obzor etib ko'rsatib o'tamiz. Yangi bozor tumanimizdagi tekstillar 100 dan ortiq kız xodimlarini ishga taklif etamiz. Bu yerda ish sharoitlari yaxshi, maoshlari o'z vaqtida berilib turibdi. Obyektlar, transfertlar o'zlari tomonidan beriladi. Keyin Oylik maoshlar necha so'm? Oylik maoshlarimiz 1 milliondan 4-5 milliongacha oshadi. Har kimni ishlab turgan o'ziga bog'liq, harakatiga bog'liq. Keyin obyektlar o'z tomonidan issiq ovqatlar bilan ta'minlangan, transfert bilan ta'minlangan hammasi. Turdoylarimiz yurib turibdi. Bizlarni kelganimizga 1,5 yil bo'ldi, lekin yaxshi o'z ishlarimiz yaxshi, ish sharoiti yaxshi. Hammangizni ishga taklif qilib qolaman. Rahmat.